Voy, mana buni qaranglar, keldi-yu, mana qo'yadi. Hozir o'zi yangilangan variant ekan. Bitta ko'ramiz, agar ma'qul kelsa, sizlarga ham yoqadigan bo'lsa olib kelamiz. $150 biz o'tgan safar buni sotib tugatgan edik. Eslagan bo'lsanglar. Hozir ko'raylik. Arziydimi yo'qmi puliga? O'zim bitta uyga olib ishlatib ko'raman. Yo'qsa, aytaman, keyin olib kelamiz. Sizlar ham fikringlarni qoldirsanglar bo'ladi. Uyga bitta instrument olib qo'yganman. Nasib bo'lsa, sizlarga ham ma'qul kelsa kerak deb o'ylayapman. Bitta akamiz zakaz qilishgan edi. Olib keldik ularnikini ham. Endi o'zim ham bitta olib qo'yib o'tgan safar tugab qoluvdi mana shu. Mana, xullas, korobkasi kerak emas. Korobkalar bizga kerak emas. Xo'p, mana bunisi nima ekan bu? O'zini nakleykalari. Xullas, buni tagiga qo'ysa kerak, adashmasam. Yo tepasigami, yo tagiga ekan. Mana buni tursa kerak. Mana bunaqami ekan? O, mana. Mana shunaqa bo'ladi. Endi bitta-bitta ochib sizlarga unpacking qilib berishga harakat qilaman. O'zini mana shunda har xil atyorkani, nasatkalar ekan, atyorkasini bitta ko'ring. O'zim uyimga olib qo'yaman. Metrga qarang, idealniligini. Baribir boshqacha-da. Mana orqa tarafida ham bor, oldi tarafida ham bor. Takoy cho'nchakda ham, qo'lda olib yurishga ham juda ham zo'r variant ekan. Atyorkalar alohida dunyo, mana ko'rishingiz mumkin. Molotov ham alohida dunyo, o'zining magnitlari bor edi. O'zgarish bo'lmagan bu yoqlarida. Tak, shesigranilarni ko'ring. Mana uyga olib qo'yadigan variantda. Endi keyingisini ko'ramiz, tegini. Yana tegida nakleykalida, bu boshqacha ekan. Bunisi boshqacha ekan. Bunaqa yo'q edi avval. Mana hamma narsasi. Mana bitta pichog'i bor. Pichog'i ham ko'rishingiz mumkin. Allambalonmi? Qanaqa ekan? Ha, bunaqa ekan. Voy, mana sizga. Uyga zo'rmi? Sovg'aga uyga olib qo'ysanglar bo'ladi. $150 narxi. Mabodo sizlarga ham zakazga kerak bo'ladigan bo'lsa, zakaz qilaman. Keyingi safar ko'proq zakaz qilishga harakat qilamiz. O'tgan safar tez tugab ketgan edi. Ichida o'zini shurpayorti ham bor. Orqasi magnitli mana. Boshqacha, ha? Blokirovka funksiya bor. Tezlashadi, sekinlashadi. O'ngga, chapga. Nima deysizlar? Arziydimi? Hamma narsasi ichida mana. Hamma narsa bor. Endi yana nimasi bor ekan? Bu endi mana mayda-chuyda narsalarni mana shunga solib qo'yasizda, akkuratni turadi. Mana 1, 2, 3, 4 ta o'zini joyi bor. Hamma narsasi uy uchun kerakli. Sizlarga yoqdimi yo'qmi? Fikringizni izohlarda kutamiz. Like bosib qo'ying, $150 ga arziydimi yo'qmi? Uni ham yozib ketsangiz bo'ladi.